Assalomu alaykum. Sizlar bilan Marg'ilon Qumtepa bozoridan televizorlarimizni yengil obzor qilib o'tib beramiz. Smartli, smartsiz televizorlarimizdan. Xo'p, bugungi kunda smartli televizorlarimizga keladigan bo'lsak, pastki televizorda ko'rsatib turgan televizorlarimiz hammasi smart televizor bo'ladi. Telefonlarda Wi-Fi bilan YouTube приложениесі bor. Ba'zi birlarda голосовой bor, ba'zi birlarda ikkita pulti bor, ba'zi birlarda bitta pulti bor. Lekin bitta pult, ikkita pult farqi yo'q, hammasi smart televizor hisoblanadi. Xo'p, magna televizorimizdan bor, Mytech bor, Samsung bor, Artel bor, Shivaki bor, Li bor, LTV bor, hammasidan mahsulotlarimizdan bor. Misol uchun mana shu Samsung televizorimizga keladigan bo'lsak, bu televizorimiz Wi-Fi bilan YouTube приложение ko'rsatadi, telefon ulanadi, smart deyiladi, 32 ekranli bo'ladi. 1.070.000 so'mdan qilib beryapmiz bularni ham. Xo'p, undan so'ng yonida mana televizorlarimizga keladigan bo'lsak, hatto mana televizorimizni ZBS deganidan bor. Mishkali bo'ladi, bebesli bo'ladi, alohida kompyuter versiyaga o'xshab turib, mishka yuradi, ichida chiqadi, o'sha qaysi holatga bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda ishlaydi. 4Klargacha o'qiydi, bebesli bo'ladi. 1.300.000 so'mdan qilib beryapmiz, 3 yil garantiya kafolati bor. Xo'p, undan so'ng mayta Li televizorimiz bor. Li televizorimiz bu ham Samsung Li televizor, Li TV bo'ladi, smart bo'ladi, Android, xotirali, Play Magic, Google account, Telegram, WhatsApp, Google Pixel'gacha bo'ladi, ikkita pulti, hatto Alexa'sigacha bor. Nima kerak bo'lsa internetda aytib yozib foydalansa ham bo'ladi, bez antenna ko'rsa ham bo'ladi, hatto 8 GB xotirasi ham bor. 3 yil garantiya kafolati bor, 1.280.000 so'mdan qilib beramiz. Ekranlari ham zashtali bo'ladi, bularda nihoyatda yaxshisidan. Xo'p, bundan so'ng xuddi shuni Damasi degan yangi televizorlarimizdan kelgan ikkita pulti bo'ladi. Bu ham xotira, Play, Google account, Telegram, WhatsApp hamma funksiyaga ega. Alexa'sigacha bor, mikrofonlarigacha bor. 1.180.000 so'mdan qilib beryapmiz. Undan so'ng Premier televizorimiz bor. Bu ham nihoyatda 4K o'qiydigan aqlli televizor hisoblanadi. Smart degan aqlli deyiladi. 1.430.000 so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, bundan keyin 43 ekranli televizorlarimizdan bor. 43 ekranli televizorlarimizda 1.900.000 so'm, 1.950.000 so'm, 2 million so'mdan qilib beryapmiz. Bulardan barcha turdagi mahsulotlarimizdan bor. Bular 43 televizorlarimiz ham smart bo'ladi. Android, xotira, голосовой. Bular 43larda hammasi standart smart Android bo'ladi bular. Xo'p, bundan so'ng pulicha arzonroqdan, kichikroqdan deganlar 40 ekranli televizorimizdan bor. 40 ekran dyumga ega bo'ladi. Bularda 1.850.000 so'mdan qilib beryapmiz. Vaholanki 55 ekran, 50 ekran televizorlarimizdan bor. Bular ham smart Android bo'ladi. Xotira, Play, Google hamma funksiyasi bor. Alexa'sigacha bo'ladi, bulardan mikrofonigacha. 55 li televizorimizni 3.700.000 so'm qilib beryapmiz. 50 li televizorlarimizga keladigan bo'lsa, 3.350.000 so'mdan qilib beryapmiz. Hammasi yangi, pachka, garantiyali bo'ladi. Uzoq yaqin joylarga kelishgan holatda qilib beramiz. Nimaki xizmat bo'lsa, pastda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Salomat bo'linglar.